Bu videoda biz rus tilini tezroq o'rganishingiz uchun lug'at yodlashingiz kerak, grammatikani o'rganishingiz kerak deb o'tirmaymiz. Faqatgina amaliyotda sinalgan miyani tezroq ishlashiga yordam beradigan usullarni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bizni ustozlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan va tajribadan o'tgan, undan tashqari o'quvchilarimizni tezroq rus tilini o'rganishlariga juda ham katta yordam bergan eng asosiy 4 ta usulni o'rgatib ketaman. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi usul shadowing texnikasi. Bu usul tildagi aksentlarni yo'qotish va tezroq rus tilini o'rganish uchun nomer 1 usul hisoblanadi. Xo'sh, bu usul qanday foydalaniladi? Demak, o'zingizga yoqqan biror bir audio yoki kino yoki qanaqadir o'sha, misol uchun serial deylik, qisqa joyini o'zingiz uchun olib olasiz va diktor bilan yoki bo'lmasa o'sha yerdagi aktyor bilan birga-bir gapirishni boshlaysiz. Ya'ni buni orqasidan soya kabi ergashasiz. Gapni tushunishingiz shart emas. Eng muhimi o'sha aktyorning orqasidan qolib ketmaslik. Misol uchun qaysidir so'zda adashib qolib ketib qoladigan bo'lsangiz, tashlab ketavering mayli. Keyingi so'zlarda muhimi qolib ketmaslikka harakat qiling. Va eng asosiysi sizda ushbu tekstni, ya'ni o'sha kinoni teksti bo'lishi kerak. Ya'ni yozma tarzda bo'lishi kerak sizda обязательно. Yoki subtitrni yoqib qo'ysangiz, subtitr bilan birga-bir o'qib davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi usul, o'zingiz bilan ko'proq rus tilida gaplashing. Ko'pchilikning xatosi gaplashish uchun sherik qidirishadi, ya'ni rus tilida muloqot uchun sherik qidirishadi. Sherik shart emas. Uyingizda yoki bo'lmasam o'zingiz yolg'iz bo'lgan paytingizda o'zingizni qilayotgan harakatlaringizni rus tilida ifodalab kechsangiz ham bo'laveradi. Buni doimiy qo'llab boradigan bo'lsangiz, miyangizda misol uchun birinchi o'zbekcha o'ylab olib, keyin ruschaga tarjima qilib, keyin gapirish degan o'sha nima deydi, odatga aylanib qolgan refleksingizni o'ziga to'g'ri moslashtira olasiz. Ya'ni ruscha o'ylayman, ruscha gapirishni boshlaysiz. Xuddi shunaqa texnika. Uchinchi usul, eng ko'p ishlatiladigan 300 ta so'zlarni o'rganing, ya'ni shablonlarni o'rganing. Rus tilida 200 mingdan ortiq so'zlar bor, lekin odatiy rus tilida gaplashadigan insonlar ham bir kunda o'rtacha 500 yoki 600 ta so'zdan foydalanishadi, xolos. Xo'p, bu usuldan qanday qilib foydalanamiz? Yangi lug'atlarni yodlaganda alohida so'zlarni emas, bloklarni o'rganing. Masalan, ya хочу, men nimanidir xohlayman va o'zingizga kerak bo'lgan narsani ya hachudan keyin qo'yib qo'yasiz. Misol uchun, ya хочу яблоко, ya хочу кушать, ya хочу уехать или bilmayman, ya хочу misol uchun танцевать bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, мне нужно, menga kerak deb o'zingizga kerak bo'lgan narsani yana joylashtirib yozib ketaverasiz. Мне нужно спать, мне нужно идти, мне нужно позвонить на маме. Uchinchi so'zimiz как добраться до, ya'ni qanday qilib yetib borsam bo'ladi, manzilni aytib ketasiz. Misol uchun, как добраться до аэропорта, как добраться до ближайшей аптеки, misol uchun yaqin aptekaga qanday qilib borsam bo'ladi, как добраться до школы, до института misol uchun bo'lishi mumkin. Har xil so'zlarni oxirida joylashtirib ketaverasiz. Shunaqa qilib asosiy shablon so'zni yodlab olasizda, undan keyin o'ziga kerak bo'lgan so'zlarni qo'yib bemalol ishlataverasiz. Bu usuldan foydalansangiz, siz hech qachon gap tuzishda deyarli qiynalmaysiz, chunki sizning miyangizda tayyor g'ishtlar bor va ularni ketma-ket qo'yib, terib ketaverasiz va gapni tuzib ketaverasiz. 4-usul, 20 daqiqa qoidasi. Haftada bir marta 3 soat shug'ullanganingizdan ko'ra, har kuni 20 daqiqa shug'ullangan 10 baravar samaraliroq. Tasavvur qiling, kuningizda ertalab va kechki payt uxlashdan oldin 10 daqiqada vaqtingizni ajratyapsizda, shunga o'xshash foydali rus tilidagi videolarni yoki bo'lmasam yangi lug'atlarni o'rganish bilan shug'ullanyapsiz. Bu sizga juda ham katta yordam beradi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha 4 ta usullarni nima deydi, bugun o'zida qo'llashni boshlang. Agar sizga misol uchun mana shu usullaringizni misol uchun nazorat qilib boradigan ustoz kerak bo'ladigan bo'lsa yoki sizda xatolaringizni to'g'rilab turadigan va eng to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadigan ustoz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning kursimiz aynan siz uchun. Razgovor uz onlayn rus tili maktabi bilan siz 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Darslar onlayn formatda Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Bu degani siz bir kunda 25-30 daqiqa vaqt oralig'ida sarflagan holda rus tilini bemalol erkin o'rgansangiz bo'ladi. Bizda haftada 7 kun mobaynida dars bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida siz grammatikani video darslar orqali o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunida esa
ustoz bilan individual jonli razgovor darslarini o'rganishni davom ettirasiz va haftada bir kun musiqali darslar bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari har bir grammatika darslarida sizga lug'atlar, ularning audiolari bilan birgalikda testlar va uyga vazifalar ham topshiriladi. Bugungacha bizda 1715 dan ortiq o'quvchilar kursimizda o'qib, allaqachon rus tilida erkin muloqotni boshlashdi. Shu sababdan ham natijaga, ya'ni 100% natijaga biz qonuniy shartnoma asosida kafolat beramiz. Biz bilan birgalikda rus tilini 3 oy ichida o'rganib, erkin razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havolani bosib, kursdan ro'yxatdan o'ting, ya'ni o'zingizni telefon raqamingizni yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz albatta sizga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Bugun siz bilan rus tilini tez o'rganish uchun kerak bo'ladigan eng muhim 4 usulni ko'rib chiqdik. Ushbu usullarni amalda sinab ko'rsangiz, siz ham tez orada rus tilida erkin muloqot qila oladigan darajaga bemalol erisha olasiz. Demak, bugungi videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman, foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, обязательно o'zim shaxsan o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.